Demak, jgutni kiyim ustidan bog'laymiz. Bular juda nozik nihollar. Ruqiya necha yoshsan? 21. Xo'p, uyda kimlarga qilding? Qaynonamlarga. Qaynonalariga qilibdilar. Xo'p, qarang. Shpritsinasini ochganimizdan keyingina ko'zini to'g'rilaymiz. Ninasini alishtirding. Almashtirdik. Demak, как tushirganda ushlab olasiz. Ushlang. Spetli paxta bilan tomir yo'nalish bo'yicha artasiz. Arting. Qattiq artamiz. Endi terini taranglashtiramiz. Pastdan taranglashtiring. Xo'p. Endi qarang, mamga tepib ketmang. Xo'p, doriga ahamiyat bermang. U terini ustida qolib ketadi. Yo'nalish to'g'rilaymiz. Ketdik, yuring. Yotqizing sirazi. Молодец, yuring. Bo'ldi, stop. Endi barmog'ingiz bilan ustidan ushlaysiz. Jgutni yechamiz. Sizlarning o'quvchilarimiz bitida tushadi, ko'ryapsizlarmi?